Biz aynan Wayson Technology kompaniyasidamiz. Ushbu kompaniya raqamli texnologiyalar va axborot tizimlari sohasida faoliyat yuritib, korxonalar va davlat idoralari uchun ilg'or dasturiy yechimlar ishlab chiqadi. Ayniqsa, aqlli boshqaruv tizimlari va xavfsizlik texnologiyalari bo'yicha kompaniya innovatsion mahsulotlari bilan tanilgan. Wayson Technology kompaniyasi Kunjou tumanining raqamli transformatsiyasida muhim o'rin tutmoqda. Kompaniya 2017-yilda tashkil etilgan bo'lib, uning asosiy yo'nalishi robototexnika, sun'iy intellekt va avtomatlashtirish texnologiyalari bo'yicha mahsulotlar ishlab chiqarishdir. Ushbu texnologiyalar ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishga, energiya samaradorligini oshirishga va mehnat unumdorligini sezilarli darajada yaxshilashga yordam beradi. Kompaniya mahsulotlari asosan avtomobilsozlik, elektronika, tibbiyot, logistika va qadoqlash kabi sanoat tarmoqlarida keng qo'llaniladi. Ayniqsa, kompaniyaning ilg'or robototexnikasi ko'plab korxonalarga inson resurslarini tejash va ishlab chiqarish va xavfsizlikni ta'minlashda yordam beradi. Ushbu kompaniya texnologik yechimlar orqali dunyo sanoatida katta o'zgarishlar qilishga qaratilgan bo'lib, uning kelajakdagi maqsadi ishlab chiqarishni to'liq avtomatlashtirilgan, xavfsiz va barqaror qilishdir. Hozirgi kunda biz eng so'nggi texnologiyalardan foydalanib, yangi turdagi dronlar ishlab chiqayapmiz. Bular eskilardan tubdan farq qiladi. Uning afzallik tomoni shundaki, hozirgi yangi texnologiyalar asosida ishlab chiqarilayotgan dronlarimiz xuddi inson tanasidagi mushaklar singari yumshoq elastik xususiyatga egaligidir. Shuningdek, ularning suvga chidamli ekani boshqarishda yanada qulayligi eng yaxshi taraflaridan biridir. Biz hozirgi kunda katta ahamiyat berayotgan loyihalarimizdan biri bu dron ichki tizimining deyarli ko'p qismini sun'iy intellekt yordamida yasash hisoblanadi. Ishonamanki, bugungi kundagi talab yuqori bo'lgan sun'iy intellekt mahsuli yordamida amalga oshirilayotgan mazkur loyihamiz omadli keladi va insoniyatga foydasi katta bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana shunday texnologiyalarni aynan hozir ishlatib ko'rishga harakat qilamiz. Buni albatta ishlatib ko'rish men uchun biroz murakkab bo'ldi, lekin hayotimizga tatbiq etilsa, ko'plab korxonalarda va zavodlarda bu ishimizni anchagina yengil qiladi.